Demak, hamma tayyor. Tayyor bo'lsanglar, demak darsimizni bolalar boshladik. Xo'p, bugungi mavzumiz mana teskari tamoyil metodi bilan masalalar ishlash. O'zi aslida bu nima degani? Biza tushunib olishimiz kerak. Misol uchun, mana birinchi misolimizga qarasanglar, x ni 3 ga bo'lganimizda nima kelib chiqadi? Mana bu qizil katakdagi sonning qiymati kelib chiqadi. Qizil sondagi katagimiz 4 ga ko'paytirganimizda ko'k katakdagi sonimiz kelib chiqadi. Bundan 64 ni ayirganimizda 16 chiqadi, to'g'rimi? Endi 64 ni ayirganimizdan keyin 16 chiqqan bo'lsa, endi men 16 dan mana bu ko'kka borishim uchun 64 ayirgan bo'lsam, endi 64 ga 16 ga 64 ni nima qilishim kerak? Qo'shishim kerak. Mana qaranglar, teskari. Ayirgan edim, qo'shyapman. 4 ga ko'paytirgan bo'lsam, 4 ga nima qilishim kerak? Bo'lishim kerak. Mana tushunyapsizlarmi? 4 ga demak bo'lishim kerak. 3 ga bo'lgan bo'lsam 4 ga 3 ga nima qilishim kerak? Ko'paytirishim kerak. O'shandagina menda x kelib chiqadi mana. Tushundinglar? Mana shu narsani endi hisoblab qo'ysanglar bo'ldi. Qo'shadigan bo'lsak 70 80 bo'ladi. 80 ni 4 ga bo'lsanglar 20, 3 ga ko'paytirsanglar rostdan ham x laringiz nech chiqar ekan? 60 chiqar ekan. Tushundinglar? Ikkinchisida ham xuddi shunaqa jarayon. Mana x ni 9 ga bo'lsa mana bu sariq chiqadi. Sariqdagi qiymatdan 1 ni ayirsa mana bu ro'ziviy chiqadi. Bundan 10 ni ayir bo'lsa, qaranglar, 10 ga bo'lsa 8 chiqyapti ekan. Endi xuddi shu narsani teskariga yurimiz. Teskariga yuradigan bo'lsak, mana bu 8 ni 10 ga nima qilishimiz kerak? Endi bo'lgan bo'lsa, demak ko'paytirishimiz kerak. Mana bu 1 ni ayirgan bo'lsak, endi nima qilishimiz kerak? Qo'shishimiz kerak. 9 ga bo'lgan bo'lsak, endi buni 9 ga nima qilishimiz kerak? Ko'paytirishimiz kerak. Shunda bizlarda bu x kelib chiqadi mana. Ko'paytirsak demak bu 80, 1 ni qo'shsak 81, 9 ga ko'paytiradigan bo'lsak, demak nima chiqadi? 700 mana 29 chiqadi. Demak, birinchisining javobi demak 60, ikkinchisining javobi esa 729 mana. Keyingisi, ikkinchisi. Xo'p, qaranglar. Mana bu matnli masalalar berilgan bizlarda asosan shularni men sizlarga osonroq, mana shu metodika bo'yicha osonroq ishlashni o'rgataman. Ya'ni ketdi, o'qiymiz. Abdulaziz bir son o'yladi. Agar u songa 72 ni qo'shib, hosil bo'lgan yig'indiga yana 15 qo'shilsa, 127 hosil bo'ladi. Demak, Abdulaziz qandaydir son o'ylagan, biz buni bilmaymiz. Bilmaganimiz uchun bu hozircha so'roqligicha tursin. Endi shunga agar u songa 72 ni qo'shsa, mana o'ylagan soniga 72 ni qo'shsa, hosil bo'lgan songa yana 15 qo'shilsa, yana 15 qo'shilyapti. Tushunyapsizlar? Mana hosil bo'lgan songa 15 yana qo'shilsa, nechiga teng chiqqan? Shunda teng 127 bo'lgan, to'g'rimi? Endi biz shu yerda teskarisiga yurishni boshlaymiz. Ya'ni 127 degan son chiqishi uchun, 127 soni chiqishi uchun 15 qo'shilganmi? To'g'rimi? Demak, 15 qo'shilmasdan oldin unda qanday son bo'lgan? O'shani topishimiz kerak. Uning uchun 127 dan nechini ayirib tashlashimiz kerak? 15 ni ayirib tashlashimiz kerak. Demak, bu 100 mana 12 bo'lgan, to'g'rimi? Demak, o'sha 15 qo'shilmasdan oldin unda 112 degan natija bo'lgan. Endi 112 chiqishi uchun o'ylangan songa qaranglar necha qo'shib turilibdi? 72 qo'shilganmi? Demak, biz o'sha o'ylangan sonni topishimiz uchun 112 dan shunchaki 72 ni vaqt tashlashimiz kerak, ayirib tashlashimiz kerak bo'ladi. Demak, natijamiz nechaga teng chiqar ekan? 40 ga teng chiqar ekan. Demak, biz o'ylagan son mana 40 chiqdi. Tushunyapsizlar? Teskari ishlayapti. Qo'shayotgan edi, keyin biz nima qilib chiqdik? Ayirib chiqdik. To'g'ri, tenglama qilib ishlasa ham bo'ladi. Tenglama qilib ishlashni biz keyingi mavzularda ko'ramiz. Hozircha bizada tenglama qilish shart emas. O'sha teskari yurishni o'rgansanglar, bemalol topsanglar bo'ladi. Uchinchisi, Samandar bir son o'yladi. O'ylagan sonidan 42 ni ayirib, demak, bitta son o'ylagan. O'ylangan sondan, mana so'roq o'ylagan, bundan 42 ni ayirgan. Ayirib natijani 5 ga ko'paytirdi. Mana bu chiqqan natijani endi nima qilyapti? 5 ga mana ko'paytiryapti 5 ga. Hosil bo'lgan yangi natijaga 23 ni qo'shgan edi.
hosil bo'lgan natijaga mana 23 qo'shildi. Nech chiqqan? 53 hosil bo'lgan. To'g'rimi? Demak, mana bizada demak bu 53 ga teng chiqqan natijasi. Endi mana bu eng oxirgi qadamiga, ya'ni teskari yurishga qarasanglar, eng oxirida nima qilinyapti? 23 qo'shilyaptimi? Demak, mana shu 23 gacha kelgan sonni topishimiz uchun 53 dan 23 ni nima qilishimiz kerak? Ayirishimiz kerak. 53 dan mana 23 ni ayiradigan bo'lsak, bizda 30 chiqadi. Endi e'tibor beringlar, mana bu songa nechini ko'paytiryapmiz? 5 ni ko'paytirsak, 5 ni ko'paytirsak bizda 30 chiqyapti. Tushunyapsizlarmi? 5 ni ko'paytirganimizdan keyin 30 chiqyapti. Demak, biz 5 ni ko'paytirmasimizdan oldin qaysi son bo'lgan degan savolni qo'yadigan bo'lsak, uning uchun 30 ni 5 ga bo'lishimiz kerak. Bo'ladigan bo'lsak 6 chiqdi, to'g'rimi? Demak, 5 ga ko'paytirmasimizdan oldin bizlarda mana bu sonimiz 6 ga teng ekan. Mana bu son 6 ga teng. Endi 42 ni ayirgandan keyin 6 chiqqanmi? Demak, biz so'roqni topishimiz uchun o'sha 6 ga mana 42 ni qo'shishimiz kerak. O'zi ayrilgan edi. Mana bu yerda shartida ayrilishi kerak. Lekin biz 6 ga 42 ni qo'shsak, biz o'ylagan son, ya'ni 48 ligi kelib chiqadi. Kim tushundi? Tushunganlar qani bitta plyus qo'yinglarchi? Tushunganlar bitta plyus qo'yinglar. Yaxshi. Demak, mana shunaqa tartibda bugun sizlar bilan osonroqlaridan mana boshladik. Oxiriga borib murakkablarini ham xuddi shu tamoyil bilan ishlashni o'rganamiz. Keyingisi, likopchadagi hamma olmalarning yarmi, so'ngra yana 5 ta olma yeyilgandan keyin, qaranglar, birinchi qancha olma yeyilgan? Yarmi yeyilgan, yarmi plus yana 5 ta olma yeyilgandan keyin likopchada 11 ta olma qoldi. Qaranglar, yarmi plus 5 ta yeyilgan, keyin likopchada nechta olma qolgan? 11 ta olma qolgan. Endi qaranglar, 11 ta olma qolishidan oldin 5 ta olma nima qilingan edi? Yeyilganmidi? Yeyilgan edi. Ya'ni yeyilgan bo'lsa, o'zi bizlarda minus bo'lishi kerak. Ya'ni olmalar soni so'roq, to'g'rimi? Bundan yarmi minus bo'lishi kerak. Keyin yana 5 deyilganligi uchun 5 ta minus bo'lishi kerak, ya'ni umumiy olmalar soni. Shunda bizda 11 ta olma chiqqan. Endi mana 5 ta olma yeyilmasdan oldin bizda qancha olma bor edi desa, 11 ga biz 5 ni qo'shishimiz kerak. Chunki uni yeb qo'ygan bo'lsa kamaygan edi. Endi yeyilmasdan oldingi holatni topishimiz uchun qo'shishimiz kerak. Demak, 16 ta. Endi mana bu 5 ta olma yeyilmasdan oldin 16 ta olma bo'lgan, lekin u yarmi yeyilgandan keyin 16 ta qolgan, to'g'rimi? Agar yarmi yeyilgan bo'lsa, yana yarmi qolgan bo'lishi kerakmi? Bundan xulosa qilsak bo'ladiki, demak, yarmi 16 ga teng. Demak, 16 ta olma qolgan edi va 16 ta olma yeyilgan bo'lsa, jami olmalarni topish uchun 16 ga 16 ni qo'shyapman. Demak, natija 32 ta chiqyapti. Demak, 32 ta bor ekan. Keyingisi, savatda bir qancha o'riklar bor edi. Sardor va Nosir 10 tadan o'rik yeganidan so'ng savatda 27 ta o'rik qoldi. Dastlab savatda nechta o'rik bo'lgan? Demak, savatda nechtadir o'rik bo'lgan, biz buni bilmaymiz. Bilmaymiz bu savatda nechtadir o'rik bo'lgan, so'roq mana. Endi Sardor kelgan, nechta yegan? Sardor kelganda 10 ta o'rik yegan, ya'ni 10 ta o'rik minus bo'lgan, to'g'rimi, savatdan. Keyin Nosir kelgan, Nosir ham demak nechta yegan? 10 ta. Demak, Nosir yegan o'riklar soni ham minus bo'lgan. Keyin hisoblab qarashsa, savatda nechta o'rik qolgan? 27 ta o'rik qolgan, bolalar. 27 ta o'rik qolgan. Endi bizdan so'rayapti, dastlab qancha o'rik bor edi deb. Demak, mana bu biz savatdagi o'riklar sonini topishimiz uchun Nosir yegan 10 ta o'rikni ham qaytadan savatga qo'shishimiz kerak. Sardor yegan 10 ta o'rikni ham savatga qaytadan qo'shishimiz kerak. Shunda 27 ga qo'shiladi Nosir yegan 10 ta, qo'shiladi Sardor yegan 10 ta o'rik va jami nechta? 47 ta o'rik borligi kelib chiqadi savatda. Keyingisi, ikkita javonda jami 120 ta kitob bor. Juda ham zo'r misol. Qaraymiz, diqqat qilamiz. Mana ikkita javon, ikkala javondagi kitoblar soni qo'shsanglar nechta ekan? 120 ta ekan.
Bizga aytyapti, agar birinchi javondan ikkinchisiga, mana birinchi javondan 10 ta kitob olinyapti-da, ikkinchi javonga mana 10 ta kitob qo'yilyapti. Shundan keyin birinchi va ikkinchi javondagi kitoblar soni teng bo'lib qolgan. Endi tasavvur qilinglar, o'zi 120 ta kitob bo'lsa, prosta bu yerda kitoblar yo'qolib qolmayapti. Shunchaki bir javondan ikkinchi javonga olib qo'yilyapti. Ya'ni kitoblar sonida hech qanaqa o'zgarish bo'lmayapti. Ya'ni 120 tadan 120 taga saqlanib qolgan. Endi saqlanib qolganligi uchun mana bu birinchisida demak 60 ta kitob turibdi, ikkinchisida ham qancha? 60 ta kitob turibdi. Sababi teng bo'lib qolgan. Birinchi va ikkinchi javonda teng bo'lib qolsa, 120 ta kitoblaringizdan bittasida 60 ta, ikkinchisida 60 ta degan xulosaga kelsak bo'ladi. Endi qaranglar. Birinchisida 60 ta bo'lishligi uchun nechta kitob? 10 ta kitob minus bo'lgan edi. O'zi dastlab qancha kitob borligini bilishimiz uchun o'sha 60 ga 10 ni nima qilishimiz kerak? Qo'shishimiz kerak. Chunki biz bundan 10 ta kitobni olgan edik boya. 60 ta bo'lish uchun. Demak, bunda birinchisida 70 ta bo'ladi. Endi ikkinchisida 60 ta bo'lishligi uchun birinchisidan olingan 10 tani qo'shgan edik, to'g'rimi? Endi bu yerda nima qilishimiz kerak? Arishimiz kerak. Demak, nechta bo'ladi shunda bu yerda? 50 ta. Demak, birinchi javonimizda 70 ta kitob, ikkinchi javonimizda 50 ta kitob bo'lishi kerak. Birinchisida 70 ta, ikkinchisida 50 ta demak kitob bo'lishligi kerak ekan. Keyingisi 7-si. Ikkita akvariumda jami 30 ta baliq bor. Ikkita akvariumda jami 30 ta baliq bor. Birinchi akvariumdan ikkinchisiga 5 ta baliq olib o'tilgandan so'ng ikkala akvariumdagi baliqlar soni teng bo'ldi. Dastlab har bir akvariumda nechtadan baliq bo'lgan? Xo'p, mana ikkita akvarium tasavvur qiling. Mana birinchi akvarium, ikkinchi akvarium. Bularda nechtadan baliq borligini bilmaymiz. Lekin bitta narsa aniq. Birinchi akvariumdan 5 ta baliq olib, birinchisidan 5 ta olib, ikkinchisiga 5 ta qo'yilgandan keyin mana, ya'ni birinchisidan 5 ta minus bo'lgan, ikkinchisiga 5 ta qo'shilgan. Shundan keyin ikkalasida baliqlar soni o'zgarmagan, 30 taligicha saqlanib qolavergan, lekin teng bo'lib qolgan. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, birinchi akvariumimizda demak 15 ta baliq bo'lgan, ikkinchi akvariumda ham 15 ta baliq bo'lgan, to'g'rimi? Chunki mana bu yerda gapga ko'ra ikkala akvariumdagi baliqlar soni teng bo'ldi deyapti. Lekin 15 ta bo'lishidan oldin biz bundan 5 ta baliq olganmidik. O'sha 5 ta baliqni qaytarib bunga berishimiz kerak. Ikkinchisiga 5 ta qo'shganmidik, bundan o'sha 5 tani ayirishimiz kerak. Demak, birinchisida demak 20 ta bo'lgan, ikkinchisida esa mana 10 ta baliq bo'lgan. Demak, birinchisida mana 20 ta, ikkinchisida mana 10 ta. Tushundinglarmi? Tushunayotganlar qani bitta plus qo'yinglarchi, kimlar tushunyapti o'zi? Tushunayotganlar bitta plus qo'yamiz. Молодцы, zo'r. Keyingisi demak daraxtning 3 ta shoxida jami 108 ta chumchuq bor. Demak, bizda nechta shox bor? Mana 2 ta, 3 ta shox bor. Uchalasida mana 108 ta ekan chumchuqlar soni. Agar birinchi shoxdan ikkinchi shoxga 7 ta, demak birinchi shoxdan 7 ta uchib, ikkinchisiga qo'shilgan mana plus 7 bo'lgan. Ikkinchi shoxdan 11 ta chumchuq uchib, ikkinchi shoxdan endi 11 ta qush uchibdi-da. Uchinchisiga o'tsa, to'xtanglar. Bu yerda uchinchisidan 11 ta qush uchibdi-da, yana ikkinchisiga o'tibdi. Demak, birinchisidan 7 ta chumchuq uchganda ikkinchisiga o'tgan, uchinchisidan esa 11 ta uchganda ikkinchisiga o'tgan. Shunda uchalasidagi jami qushlar soni nechta bo'lib qolgan? O'zgarmagan, ya'ni uchib ketib qolmagan, to'g'rimi? Qushlar soni o'zgarmagan. Ya'ni qushlar soni 108 taligacha turibdi, hech qanaqa o'zgarish bo'lmayapti. Lekin shundan keyin bir holat yuz bergan, ya'ni uchalasida ham teng miqdorda qush bo'lib qolgan. Demak, sizda 108 ta qush bo'lsa, uchalasiga teng miqdorda taqsimlangan. Ya'ni mana bunda 36 ta, bunda 36 ta va mana bunda 36 ta. Endi qaranglar. Endi mana bu 3-savatda 3-shoxda 36 ta bo'lishligi uchun bundan 11 ta qush uchib chiqib ketganmidi? Ya'ni ikkinchisiga o'tganmidi 11 ta qush? Shuning uchun mana bu 36 ga 11 ni qaytarib berishimiz kerak. Ya'ni o'shanda dastlabki birinchi holatida nechta qush borligi kelib chiqadi. Demak, dastlabki holatiga ko'ra 47 ta bo'lgan. Endi
ikkinchisiga e'tibor bersanglar, birinchisida 7 ta plus 7, keyingisida plus 11. Demak, 2 marta ham bundan 11 ni ayirib tashlashimiz kerak va 7 ni ham ayirib tashlashimiz kerak. Shunda bunda 18 ta qush bo'lar ekan. Keyin uchinchisida 7 ta minus bo'lganmidi? Demak, mana shu 7 tani bunga qo'shishimiz kerak. Demak, natija 43. Birinchisida demak 43 ta, ikkinchisida demak 18 ta, uchinchisida demak 47 ta qush bo'lgan. Ya'ni o'sha qushlar bir shoxdan ikki shoxga o'tmasdan oldingi natijasi 43, 18, 47. Keyingisi Sardor, Suhrob va Nosir jami 60 ming so'm pul bor. Sardor 4 ming so'm, Nosir esa 3 ming so'm pulini Sardorga degan, endi Suhrobga berganidan so'ng ularning pullari teng bo'lib qoldi. Dastlab ularning har birida qanchadan pul bo'lgan. Xo'p, buni deymiz. Sardor mana Sardor, Nosir Suhrob mana. Endi uchalasida qancha pul bor ekan? Uchalasida 60 ming puli bor ekan uchalasida. Uchalasining pulini qo'shsanglar 60 ming chiqadi. Birinchisi Sardordan qancha pul ketyapti? 4 ming. Ya'ni Sardor 4 ming pulini olyapti-da, kimga beryapti? Suhrobga beryapti mana 4 ming. Nosir esa 3 ming pulini olyapti-da, yana Suhrobga beryapti 3 ming pulini. Shundan keyin e'tibor berayotgan bo'lsangiz, pul yo'qolib qolmayapti. Ya'ni baribir uchalasidagi pul 60 ming so'mligicha saqlanib qolyapti. Ya'ni uni ishlatib yuborishmayapti. Pul yo'qolib qolmayapti. O'sha 60 ming pul saqlanib qolibdi. Endi bunday qarasanglar, demak, birinchisida demak Sardor, Nosir, Suhrob uchalasidagi pullar soni nima bo'lib qolgan? Teng bo'lib qolgan. Teng bo'lib qolgan bo'lsa qanchadan pul bo'ladi? Bolalar bo'ladi. Qani aytinglarchi? O'zi 60 ming so'm bo'lsa, uchalasida teng bo'lib qolgan bo'lsa, bunda 20 ming pul bo'ladi. Nosirda 20 ming bo'ladi. Suhrobda ham 20 ming bo'ladi, to'g'rimi? Endi e'tibor beringlar. Suhrob 4 ming, Nosirdan 3 ming, Sardordan 4 ming oldi, to'g'rimi? Shuning uchun bundan общий hisobda 7 ming pulni ayirib tashlashimiz kerak. Shunda o'zida qancha puli bor degani 13 ming puli borligi kelib chiqadi. Nosir 3 ming so'm pulini Suhrobga berganmidi? O'ziga qaytarib beramiz 3 mingini. Shunda 23 ming bo'ladi. Sardor esa 4 ming bergani uchun 4 mingini qaytarib beramiz. Sardorda demak 24 ming bo'ladi. Demak, Sardorda dastlab 24 ming puli bo'lgan, Nosirda 23 ming bo'lgan, Suhrobda esa 13 ming puli bo'lgan. Shunda hammasini qo'shadigan bo'lsanglar, jami 60 ming so'm puli borligi kelib chiqadi. Keyingisi 10-si. Nosir savatda 60 ta olmani 3 ta teng qismga ajratmoqchi, lekin u sanoqda adashganligi uchun ajratgan qismlarida olmalar soni teng bo'lmadi. Shunda Nosirning dadasi unga yordam berish uchun birinchi qismdan 2 ta, ikkinchi qismdan esa bitta olmani olib, 3-qismga qo'shib qo'ydi. Agar shundan so'ng 3 ta qismdagi olmalar soni teng bo'lib qolgan bo'lsa, dastlab Nosir olmalarni qanday sonlardagi qismlarga ajratgan deyapti. Endi xo'p, bizda 60 ta olma bormi? Yana demak 3 ta qismga ajratgan deymiz. Birinchi qism, mana birinchi qism, ikkinchi qism va uchinchi qism mana. Misol uchun. Birinchi qism, ikkinchi qism, uchinchi qism, to'g'rimi? Endi uchalasida jami 60 ta bo'lishi kerak olmaning soni o'zgarmaydi. Endi Nosir qandaydir tartiblagandan keyin adasi qarabdiki, tengmas olmalar soni. Shunda aytibdi adasi. Birinchi savatdan 2 ta ol debdi. Birinchi savatdan 2 ta olibdi-da, uchinchi savatga qo'yibdi 2 tani. Ikkinchi savatdan esa bittani olibdi-da, yana uchinchi savatga beribdi bittani. O'shandan keyin olmalar soni nima bo'lib qolgan? Teng bo'lib qolgan. Ya'ni uchala savatda olmalar soni teng bo'lgan, lekin mana bu yerda umumiy olmalar soni nima qilmaydi? Umumiy olmalar soni o'zgarmaydi. Shunda birinchi, ikkinchi, uchinchi savatda nechtadan olma qoladi? 20 tadan, to'g'rimi? Teng bo'lib qolgan-ku. Mana shu
birinchisidan ikkita olgan, ikkinchisidan bitta olganda ikkalasini ham 3-soatga qo'shgandan keyin uchalasida teng bo'lib qolgan. Endi aytyaptiki, bizga savol beryaptiki, Nosir o'sha birinchi marta nechtadan qilib bo'luvdi, ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi soatlarda nechtadan olma bo'luvdi degan bo'lsa, demak mana bunda ikkita qo'shilganligi uchun ikkitani ayiramiz, bitta qo'shilgan yana bittani ham ayiramiz. Shunda uchinchi soatimizda bizda aniq bo'ladi 17ta. Ikkinchi soatdan bitta olinganmidi, o'sha bittani qaytib bersak 20 bitta bo'ladi. Birinchi soatdan ikkita olinganini qaytib beramiz, demak bunda 22 ta bo'ladi. Demak Nosir birinchi bo'lib birinchi soatda 22 ta olma qilgan, ikkinchi soatda 21 ta, uchinchisida esa 17 ta olma demak qilgan. Keyingisi 11-si. Xo'p, 28-chi, 11-chi va 76-chi avtobuslarda jami 150 ta yo'lovchi bor edi. Xo'p, mana bu yerga yozib olamiz. 28-chi mana avtobus, 11-chi avtobus va 76-chi mana avtobus. Endi bular uchalasida jami 150 ta yo'lovchi bor mana. Endi qaranglar. Chorsu bozori bekatidan 28-chi avtobusdan 12 ta, 11-chi avtobusdan 7 ta, 76-chi avtobusdan 8 ta yo'lovchi tushib, demak birinchi 28-chi avtobusdan 12 ta demak minus bo'lgan, tushib ketgan. 11 dan 7 ta minus bo'lgan, tushib ketgan. 76-chi avtobusdan esa 8 ta yo'lovchi tushib ketgan, lekin qaranglar. Tushib birorta yo'lovchi chiqmadi. Ya'ni qayta yo'lovchi qo'shilmagan. Tushunyapsizlarmi? Yo'lovchi qo'shilmagan. Bunda bizdagi uchala avtobusimizdagi yo'lovchilar soni mana bu 150 taligicha saqlanmaydi endi. Kamayadi. Qanchaga kamayadi desa, birinchisidan 12 ta, ikkinchisidan 7 ta, 8 ta bo'lsa, jami 27 taga nima qiladi? Kamayadimi? Chunki tushib ketdi-ku ular, 27 taga kamayadi. Endi bizda qancha yo'lovchi qoldi uchalasida desanglar, 157 dan 27 ni ayirib tashlanglar, 123 ta yo'lovchi qoladi, to'g'rimi? Uchalasida. Endi shundan keyin har bir avtobusda nechta yo'lovchi bo'lgan va shundan har bir avtobusdagi yo'lovchilar soni teng bo'lib qolgan. Ya'ni 123 ta yo'lovchi qolganda qarasalar 28-sida ham, 11-sida ham, 76-chi avtobusda ham hammasi bir xil bo'lib qolgan. Shuning uchun birinchi avtobusimizda ham, ikkinchi avtobusimizda ham, uchinchi avtobusda ham nechtadan yo'lovchi bo'lgan? 41 ta, 41 ta, 41 ta yo'lovchi bo'lgan. Endi uchinchi avtobusda 41 ta yo'lovchi bo'lishi uchun undan nechta yo'lovchi tushib ketgan? 8 tami? O'sha 8 ni qo'shib qo'ysanglar, demak 49 ta yo'lovchi borligi kelib chiqadi. Endi ikkinchi avtobusdan 7 ta yo'lovchi tushib ketganmi? Shuning uchun bunga 7 ni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, 48 ta yo'lovchi borligi kelib chiqadi. Birinchi avtobusdan 12 ta tushganning hisobiga 41 ga 12 ni qo'shadigan bo'lsak, demak 53 ta yo'lovchi bo'lgan. Dastlab 53 ta bo'lgan 28-chi avtobusda, ikkinchi avtobusda 48 ta, uchinchi avtobusda esa 49 ta yo'lovchi bo'lgan. Keyingisi 12-si. Sardor Hayit bayrami uchun berilgan barcha shirinliklarning yarmini yedi. Qolgan shirinliklarning yarmini va yana bittasini akasiga berdi. Shundan so'ng qolgan shirinliklarning yarmini va yana bittasini ukasiga berganidan keyin Sardorda 2 ta shirinlik qoldi. Demak, mana bunday qilamiz. Tasavvur qilinglar, mana bu Sardor shirinliklari mana shu yerda bo'lgan. Sardor mana shirinliklari bo'lgan. Sardor birinchi bo'lib yarmini nima qilgan? O'zi yeb qo'ygan. Yarmini yegan bo'lsa, demak Sardor shirinliklar sonidan yarmi nima bo'lishi kerak? Minus bo'lgan. Keyin qolgan shirinliklarning yarmini va yana bittasini akasiga berdi. Demak, akasi qancha shirinlik ekan akasi? Bu Sardor o'zini yegan shirinligi. Endi yarmini yegandan keyin qanchadir qolgan, akasi esa o'shani yarmini yegan. Yarmi va yana bitta yegan hisobiga 1 ni ham ayiramiz. Qolganni yarmini ham ayiramiz. Demak, mana buncha akasi yegan. Keyin ukasiga yana qolgan shirinliklarni nimasini bergan? Yarmi, ya'ni yarmi yana minus bo'lgan va yana bitta minus bo'lgan, ya'ni bitta ham yegan. Mana shunchasini ukasi yegan. Keyin bunda nechta shirinlik qolibdi? 2 ta qolibdi. Ana endi mana shu jarayonni mana yozib oldik. Endi shundan teskari tamoyil ishlatishni boshlaymiz. Demak, ukasi birinchi bo'lib oxirida ukasi yeganmi? Ukasi yeyishidan oldin o'sha eng oxirida bitta yegan, to'g'rimi? O'sha bitta yeyishidan oldin nechta shirinlik bo'lgan desa,
mana bu 2 ga 1 qo'shiladigan bo'lsa, demak 3 ta shirinlik bo'lgan, to'g'rimi? Endi ukasi demak yarmini yeyishdan oldin nechta shirinlik bo'lgan? Yarmini yegan, 3 ta qolgan. Demak, yarmini yegan bo'lsa, yarmi qolgan bo'ladimi? Demak, 3 ta yegan bo'lsa, demak yana 3 ta qolgan. Jami demak akasi yeb bo'lganidan keyin ukasi umuman shirinlik yemasdan oldin 6 ta shirinlik bo'lgan o'zi. Tushunyapsizlar? Endi akasi bitta shirinlik yegandan keyin 6 ta qolyapti, to'g'rimi? Demak, akasi bitta yemasdan oldin nechta shirinlik bo'lgan? 7 ta bo'lgan. Chunki 7 ta shirinlikdan bittasini yesa 6 tasi qolganda. Keyin qarasanglar, akasi yana yarmini yegan, to'g'rimi? Demak, yarmini yegandan keyin 7 ta qolgan. Demak, 7 tasini yegan, 7 tasi qolgan. Demak, akasi shirinlik yemasdan oldin Sardorda 14 ta shirinlik bo'lgan. Shundan akasi kelganda 7 tasini yegan, 7 tasi qolgan. Endi xo'p, 14 ta shirinlik qolgan bo'lsa Sardorda, akasi ham, ukasi ham yemasdan oldin 14 tasi qolgan bo'lsa, u Sardorning o'zi esa yarmini yeb qo'ygan, to'g'rimi? O'zi yarmini yeb qo'ygan bo'lganligi uchun, demak 14 ta shirinlik qo'lida turgan bo'lsa, yarmini yegan bo'lsa, demak yana 14 ta yegan hisoblanadimi? 14 ta turibdi. Demak, jami Sardordagi shirinliklar soni demak 28 ta bo'lar ekan shunda. Tushunyapsizlarmi? Mana shu tartibda, mana tenglama tuzmasdan ishlasa bo'ladi buni. Faqat yaxshilab tushunib olish kerak, bo'lmasa xato bo'lib ketadi. Keyingisi 13-si. Nosir va Sardor jami 50 ta o'yinchoq bor edi. Demak, kimda? Mana Nosirda va Sardorda jami 50 ta o'yinchoq bor. Nosir va Sardor. Bular ikkalasida jami nechta o'yinchoq bo'lgan? 50 ta mana. Nosirning tug'ilgan kunida Sardor unga o'yinchoqlarning yarmini berdi. Demak, o'zini o'yinchoqlarini yarmini kimga bergan? Yarmini Nosirga bergan mana. Yarmini Nosirga bergan. Hamda 8 ta o'yinchoq undan oldi. Keyin Nosir nima qilibdi? 8 ta o'yinchoq o'zidan olibdi-da, Sardorga beribdi. Oldi. Shundan so'ng ikkalasining o'yinchoqlari soni teng bo'lib qoldi. Lekin bu yerda umumiy o'yinchoqlar soni hech qanaqasiga kamaymagan, to'g'rimi? Demak, Nosirda ham 25 ta o'yinchoq bo'lgan, Sardorda ham 25 ta o'yinchoqligicha qolgan. Mana Sardorda ham 25 ta o'yinchoq bor. Endi 8 ta qo'shilgandan keyin 25 ta bo'lganmi? Shuning uchun 8 tani ayirib tashlashimiz kerak. Shunda 17 ta bo'ladi. Endi Sardor yarmini Nosirga bergan edi-ku, to'g'rimi? Shuning uchun o'zida 17 ta qolyaptimi? Bundan xulosa qilsak bo'ladi, yarmi o'zida qolgan, yarmini Nosirga bergan. Demak, Sardorda dastlab nechta o'yinchoq bo'lgan desa, 17 ga 17 ni qo'shsanglar, demak 34 ta bo'lgan. Mana. Tushunyapsizlarmi? Demak, Sardorda 34 ta bo'lgan. Endi Nosirga o'tadigan bo'lsak, Nosir demak 8 ta o'yinchoq berganmidi? Demak, shuni qo'shsanglar mana 33 ta o'yinchoq chiqadi. Endi yarmini olgan edi, o'sha yarmini ayirib tashlashimiz kerak. Ya'ni Sardor o'yinchoqlarining yarmi 17 ta. Shuning uchun ayirib tashlasanglar, demak 16 ta chiqadi Nosirning o'yinchoqlari. Nosirda demak 16 ta o'yinchoq bo'lgan, Sardorda 34 ta o'yinchoq bo'lgan. Tushunyapsizlarmi? Tushunayotganlar qani bitta plyus qo'yinglarchi, kimlar tushunyapti? Tushunayotganlar bitta plyus qo'yinglarchi. Zo'r, молодец. Demak, hamma plyus zo'r. Hamma tushunyapti, yaxshi. Hamma tushunayotgan bo'lsa, demak davom etaveramiz. Keyingisi fermada jami 30 ta sigir, qo'y va tovuq bor. Demak, sigirlar, mana sigirlar, qo'ylar va tovuqlar bor mana. Sigir, qo'y, tovuq. Fermer 6 ta sigir va 3 ta qo'yni sotib, demak 6 ta sigiri, demak sigir 6 ta minus bo'lgan, qo'y nechta minus bo'lgan? 3 ta minus bo'lgan. O'rniga 2 ta sigir, yana 2 ta sigir plyus bo'lgan, qaytarib olgan. 4 ta keyin nima olgan? Tovuq sotib olgan. Plyus 4 ta tovuq bo'lgan. Endi dastlab uchalasida nechta bor edi? Общий hayvonlar soni 30 ta edi, to'g'rimi? Hozir nechta?
qarasanglar ketganlarning soni 9 ta. Demak 30 tadan 9 tasi ketdi va yana 6 tasi keldi. Demak qarasanglar 30 dan 9 ketsa 21, 27 ta bor. Endi aytyapti. Shundan so'ng fermada demak 27 ta hayvon qolgan, lekin shunda sigir ham, qo'y ham, tovuqlar ham teng bo'lib qolgan. Demak, sigir ham 9 ta bo'lib qolgan, qo'y ham 9 ta bo'lib qolgan, tovuq ham 9 ta bo'lib qolgan, to'g'rimi? Bizdan dastlab ular nechtadan edi desa, dastlab nechtadan edi desa, endi tovuqlar 4 tamidi, shuning uchun 4 ta qo'shilganligi uchun 4 tani ayirib tashlashimiz kerak, bizda 5 ta qoladi. Qo'ylar 9 ta, nima uchun 9 ta qoldi? 3 ta ketgani uchun. Shu 3 tani qo'shamiz, demak 12 ta bo'ladi mana. Endi sigirlar 9 ta edi, 2 ta qo'shiluvdi, shu 2 tani ayiramiz, 6 ta ayrilgan edi, qo'shamiz mana teskari tamoyil. Demak shunda bundan 13 ta chiqadi. To'g'rimi? Endi mana sigirlarimiz demak 13 ta, qo'ylarimiz 12 ta, tovuqlarimiz 5 ta. Hammasini qo'shsak 30 ta chiqadi bolalar. 14-savolimizda. 15-sida 3 ta ovchi jami 40 ta baliq tutdi. Birinchi ovchi 6 ta, ikkinchi ovchisi 2 ta, uchinchi ovchi esa tutgan baliqlarning yarmini sotib yubordi. Demak mana bizada birinchi ovchi bor, ikkinchi ovchi bor, uchinchi ovchi bor. Xo'p, birinchi ovchi 6 ta baliqni sotgan, ya'ni kamaygan 6 ta. Ikkinchisida 2 ta sotgan. Uchinchisi prям yarmini sotgan. Yarmini sotgan. Yarmini sotib yubordi. Natijada har bir ovchida teng miqdorda baliqlar qolgan bo'lsa, ikkinchi ovchi nechta baliq tutgan? Bu juda ham qiziq masala. Ana endi qaranglar. Buni endi tenglamasiz ishlab bo'lmaydi. Sababi mana bu yerda bizda noma'lum son yarim bor edi va mana shu yarim bo'lsa, endi biz aytamizki, 3-ovchida ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi ovchida x tadan baliq bo'lgan bo'lsa, x tadan. Endi demak bu x ta balig'ini sotgan, x tasi o'zida qolgan bo'ladi, to'g'rimi? Shuning uchun 3-ovchida x qo'shsanglar qancha? 2x ta baliq bo'ladi. Ikkinchi ovchi 2 ta sotgan edimi? Shuning uchun mana bu 2 tani qaytarib qo'shsanglar, o'zida nechta baliq bo'lsa shuncha bo'ladi. Uchinchisi 6 tani sotganligi uchun bunga 6 ni qo'shishinglar kerakda. Uchalasini boshqatdan qo'shsanglar endi 40 ta chiqishi kerak. Demak mana x plus 6, x plus 2 plus mana bu yerda endi 2 ta x bor, to'g'rimi? 2 ta x teng mana 40. x 2x qo'shadigan bo'lsak 4x plus 6 ga 2 ni qo'shsak 8 teng 40 bo'ladi. 4 ko'paygan x demak 32. X'imiz demak 4 chiqar ekan. Bizdan bo'lsa ikkinchi ovchi nechta baliq tutgan deyapti. Ikkinchi ovchi nechta baliq tutgan desa, mana bizlarda x plus 2, to'g'rimi? Ikkinchi ovchini tutgan baliqlar soni. 4 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak nechta tutgan ekan? 6 ta. Javob demak 6 ta. X ni to'g'ri topamiz. X 8 bo'ladi. 32 ni 4 ga bo'lsanglar 8 chiqar-ku bolalar. 8 plus 2 demak mana 10 ta. Javob nechta baliq tutgan ekan? 10 ta. Hamma tushundimi shuni? Tushunganlar bitta plus qo'yinglarchi. Zo'r misol ekan mana shu. Plus. Молодцы, zo'r. Keyingisini o'qiymiz. Men va akamda bir qancha pul bor edi. Pulimizning hammasini ishlatib yubormasligimiz uchun oyim mendan ham akamdan ham pulimizning yarmini va yana 1000 so'm olib qo'ydi. Shundan so'ng menda 12 ming so'm, akamda esa 14 ming so'm pul qoldi. Xo'p, men deyman mana men va akam bor ekan. Endi oyim meni pulimni ham yarmini oldi. Akam pulini ham yarmini oldi. Va yana mendan 1000 so'm oldi. Akamdan ham 1000 so'm pul oldi. Shundan keyin menda 12 ming qoldi. Akamda necha pul qoldi? 14 ming qoldi. Endi shu narsani teskarisiga mavzuning nomi nima edi? Mavzu teskari tamoyil bo'yicha masalalar ishlash.
Endi 12 ming so'm pulim qolmasidan oldin mandan 1000 so'm pul olingan, to'g'rimi? 1000 so'm olinmasdan oldin qancha pulim bo'lgan desa, mana bunga 1000 so'mni qo'shishim kerak bo'ladi. Shunda menda 13 ming pulim chiqadi. Bunga ham 1000 so'm qo'shishinglar kerak bo'ladi. O'sha 1000 so'm olinmasdan oldin bunda 14 ming so'm puli bo'lganda, to'g'rimi? Endi yarmi olindi deyapti. Yarim olinganligi uchun 13 ming o'zida qolgan bo'lsa, yarmini oy solgan bo'lsa, mana bu 13 mingni 2 ga ko'paytirsanglar, demak, menda 26 ming pul bo'lgan, akamda qancha bo'lgan? 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam, 28 ming pul bo'lgan. Bizdan so'rayapti. Dastlab ikkalamizda jami necha so'm pul bor edi? Jami necha so'm pul bor edi desa, 26 mingga qo'shamiz 28 mingni, demak, bizda qancha pul bo'lgan? 54 ming pul bo'lgan, bolalar. Keyingisi, ikkita kitob javonda bir xil sondagi kitoblar bor edi. Mir Fayz birinchi javonda 13 ta, ikkinchi javondan esa 8 ta kitob oldi. Shundan so'ng ikkala kitob javondagi kitoblar soni birgalikda 25 ta bo'lib qoldi. Dastlab har bir kitob javonda nechta kitob bo'lgan? Qaranglar, juda ham qiziq masala. Birinchi javonda ham, ikkinchi javonda ham kitoblar soni bir xil bo'lgan. Mana so'roq bir xil. Lekin bunisidan 13 ta olgan, bunisidan 8 ta olgandan keyin ikkalasidagi kitoblar sonini qo'shsa nechta chiqyapti ekan? 25 ta chiqyapti ekan. Endi xo'p, olingan 13 ta plus 8 ta kitob olingan, jami nechta kitob? 21 ta kitob olingandan keyin 25 ta chiqib qolyaptimi? Shuning uchun ikkala kitobda olinmasdan oldin qancha kitob bor edi desa, qo'shsanglar 46 ta kitob bo'ladi, to'g'rimi? 46 ta kitob bo'lsa, endi ikkalasida ham teng bo'lganmi kitoblar soni? Demak, mana bunda 23 ta bo'lgan, bunda ham 23 ta bo'lgan. Bizdan nimani so'rayapti? Dastlab har bir kitob javonida nechtadan kitob bo'lgan? Demak, 23 tadan kitob bo'lgan. Shundan keyin birinchisidan 13 ta olingan, 10 ta qolgan, ikkinchisidan 8 ta olingan, 15 ta qolgan. Ikkalasini qo'shsanglar 25 ta bo'lib chiqqan. 18. Uchta mashina to'xtash joyida bir nechta mashinalar bor edi. Uchta to'xtash mashina joyida bir nechta mashinalar bor. Birinchi to'xtash joyidan 3 ta, ikkinchisidan 2 ta, uchinchisidan esa 5 ta mashina ketdi. Shundan so'ng har bir to'xtash joyidagi mashinalar soni teng bo'lib qoldi. Dastlab qaysi to'xtash joyidagi mashinalar soni eng ko'p bo'lgan? Xo'p, qaranglar, buni mana bunday ishlaymiz. Demak, 3 ta to'xtash joyi bo'lgan. Birinchisidan 3 ta ketgan, ikkinchisidan 2 ta ketgan, uchinchisidan 5 ta ketgan. Shundan so'ng hammasida bir xil so'roq qolgan. Endi birinchi turgan mashinalar joyida 3 ta ketgan bo'lsa, dastlab so'roq plus 3 ta bo'lgan. Keyingisida so'roq plus 2 ta bo'lgan. Uchinchisida esa so'roq plus 5 ta bo'lgan. Endi savol: so'roq plus 3, so'roq plus 2, so'roq plus 5. So'roq bitta sonni anglatadi. Sizlardan so'rayapti. Qaysi mashina turargohida eng ko'p odam mashina bo'lgan deb. Demak, so'roq agar hammasida bir xil son bo'ladigan bo'lsa, demak, mana bu 3-chi mashinalar turgan joyida eng ko'p mashina bo'lgan. Demak, javob 3-chi bo'lishi kerak. 3-chi to'xtash joyida, demak, mashinalar soni ko'proq bo'lgan. Keyingisi 19. Metroning 4 ta vagoni bor. Birinchi bekatda har bir vagonda yo'lovchilarning yarmi va yana bitta yo'lovchi. Ikkinchi bekatda har bir vagondan qolgan yo'lovchilarning yarmi va yana ikkita yo'lovchi. Shundan so'ng birinchi vagondan 10 ta, ikkinchisidan vagondan 11 ta, uchinchi vagondan 12 ta, to'rtinchi vagondan esa 13 ta yo'lovchi qoldi. Dastlab metroda jami yo'lovchilar nechta bor edi? Bekatlardagi metroga yo'lovchilar chiqmagan deb hisoblagan. Ya'ni tushgandan keyin metroga qaytib yo'lovchi nima qilmagan? Chiqmagan bolalar. Abu Bakr, qaysini aytyapsan? Boyagi aka-ukalar pulida xatolik bo'ldimi? Ha, mana bu yerda to'g'ri 15 ming bo'ladi. To'g'rilab qo'yinglar shuni. Abu Bakrga bitta 5 baho. Mana bu 30 ming bo'lar ekanda 28 ming emas, endi nechini qo'shishimiz kerak bo'ladi? 30 mingni qo'shishimiz kerak va natija 56 ming chiqadi. To'g'ri, Abu Bakr, молодцы. Nilufar 8 ham. 8 da nima bo'ldi? 8 qani? 8 da qayerda xato bo'ldi? 8 da mana shu to'g'ri shekilli emas. Mushtariy 8 qayerda xato bo'ldi? O'sha nimasi xato?
Ha, nechta ko'p deb savol bergan. Ha, uzr bolalar. Oxirgi savolni o'qimamanku. Shoxda chumchuqlar soni, ikkinchi shoxdagi chumchuqlar sonidan nechta ko'p? Ha, 43dan 18ni ayirishinglar kerak. To'g'ri. Молодцы. Niluffarga ham kim? Mushtariga ham 5 baho. Молодцы. Va 25ta. Ya'ni savolni biza faqat ishlab ketibmiz. Oxirgi natijasiga qaramamiz. Молодцы. To'g'rilab olinglar. Shunaqa kamchiliklar bo'lib qolsa, aytsanglar to'g'rilaymiz. Xo'p, keyingisi. Demak, bizda metroda 4 ta vagon bor. 4 ta vagon bo'lsa, birinchi vagon, ikkinchi vagon, uchinchi vagon va to'rtinchi vagon mana. Endi ketdi, nima deyapti? Birinchi bekatda har bir vagondan yo'lovchilarning yarmi. Demak, mana bundan yarmi ketgan, yarmi ketdi, bundan ham yarmi ketdi. Har bir vagondan yarmi ketgan. Bundan ham yarmi ketdi. Keyin mana birinchi nima edi? Keyin nima deyapti? Bekat edi. Ikkinchi bekat yarmi va yana bitta yo'lovchi. Demak, yarmi va yana bitta yo'lovchi bo'lsa, yarmi -1, -1, -1, -1. Ketdi mana har biridan bittadan yo'lovchi. Ikkinchi bekatda ham har bir vagondan qolgan yo'lovchilarning yarmi, yana qolganini yarmi va yana ikkita yo'lovchi tushdi. Yana ikkita ketdi mana. -yarmi, -2, -yarmi, -2, -yarmi, -2. Keyin уже 3-vagonga keldi. Uchinchi nima? Shundan so'ng birinchi vagonda 10 ta yo'lovchi qolgan, ikkinchi vagonda 11 ta qolgan, uchinchi vagonda 12 ta yo'lovchi qolgan, oxirgi 4-chi vagonda esa 13 ta yo'lovchi qolgan. Dastlab metroda jami nechta yo'lovchi bo'lgan deb. Xo'p, 10 ta qolishidan oldin ikkita tushganmi? O'sha ikkini qaytarib qo'shamiz. Qo'shadigan bo'lsak, demak bizda 12 ta bo'lgan. Endi shuni yarmi tushib ketgandan keyin bizda 12 ta qolgan. Shuning uchun 2 ga ko'paytirsak, demak 24 ta bo'lgan. Demak, ikkinchi bekatga kelmasdan oldin 24 yo'lovchi bilan kelgan. Lekin shu ikkinchi bekatga kelishdan oldin bitta yo'lovchi tushganni hisobiga birni qo'shsak, demak 25 ta, 2 ga ko'paytirsak yarim bo'lgani uchun 50 ta. Demak, birinchi vagonda 50 ta yo'lovchi bo'lgan aniq. Keyingisi ham xuddi shu jarayon davom etadi. +2, demak 13 ta bo'ladi. 13 ni endi 2 ga ko'paytirsak, demak bizda chiqadi 26 ta. Bunga 1 ni qo'shamiz, chiqadi 27 ta. Bunga 2 ni ko'paytirsak, mana nechta chiqadi? Ikkinchi vagonda 54 ta bo'lgan. Uchinchi vagonda ham 2 ni qo'shamiz, 14. 2 ga ko'paytiramiz, 28. 1 ni qo'shamiz, 29. 29 2 ga ko'paytiramiz, mana 58. Keyingisi 13 ga 2 ni qo'shamiz, 15. 15 ni 2 ga ko'paytiramiz, 30. Unga 1 ni qo'shamiz, demak 31 bo'ladi. 2 ga ko'paytirsak, mana 62 bo'ladi. Demak, hammasini endi qo'shib yuborishimiz kerak. Hammasini qo'shib yuboringlar bolalar. 162 plus 62, demak 224 ta nima bo'lgan? Yo'lovchi bo'lgan. Tushundinglarmi? Bu ozgincha murakkabroq ekan, mana sezgan bo'lsanglar, ozgincha murakkabroq ekan. O'sha bu yoqdagi misollarimiz menimcha hammasi shunaqa ozgincha murakkabroq misollar. Keyingisi 20-chisini o'qiymiz. Nosir botanika bog'ida bir qancha olma va nok terdi. U endi bog'dan chiqish uchun 3 ta eshikdan o'tishi kerak. Birinchi eshik oldida bitta qorovul, ikkinchi eshik oldida esa ikkita qorovul, uchinchi eshik oldida esa bitta qorovul bor. Demak, buni nima qilamiz? Mana Nosir demak nima tergan bizda? Olma tergan va nok tergan. Birinchi eshik, ikkinchi eshik va uchinchi eshik oldidan o'tish kerak. Shunda nima bo'lyapti? Xo'p, birinchi eshikda demak bitta qorovul, ikkinchi eshikda demak ikkita qorovul, uchinchi eshikda yana bitta qorovul turibdi. Birinchi eshikdan chiqish uchun Nosir qorovulga olmalarning yarmini, birinchi eshikdan chiqish uchun olmaning yarmi ketdi, mana yarmi minus bo'ldi. Yarmi. Ikkinchi eshikdan chiqish uchun har bir qorovulga 4 tadan olma va 3 tadan nok. Demak, 4 tadan olma bo'lsa 8 ta olma minus, 3 tadan nok bo'lsa, demak minus 6 ta nok minus jami. Uchinchi eshikdan chiqish uchun esa qorovulga qolgan noklarning yarmini, qolgan noklarning mana yarmi minus yarmi ni berdi. Agar Nosirda keyin mana shundan keyin Nosirda 20 ta olma
16 ta nok qolgan. Tushunyapsizlar? Mana shu jarayonlardan keyin nosirda demak 20 ta olma va 16 ta nok qolgan. Endi bizga aytyapti. Nima deyapti? Demak, Nosir birinchi eshik, uchinchi eshikka kelganda olma noklarini yarmini bergan-ku, to'g'rimi? Yarmini bergandan keyin 16 ta qolgan. Demak, uchinchi eshikka kelmasdan oldin bunda 32 ta nima bo'lgan? Noki bo'lgan уже. Shunda 16 tasini bergan va 16 tasini o'zi bilan chiqib ketgan. Endi uchinchi eshikka kelmasdan oldin 6 ta mana nok ham bergan, ya'ni ikkinchi eshikda, to'g'rimi? Shuning uchun 32 ga 6 ni qo'shadigan bo'lsak, jami 38 ta demak bizda nok. Mana. Keyingisi, uchinchi eshikda olma bermagan, lekin ikkinchi eshikda e'tibor beradigan bo'lsak, 8 ta olma bergan. Shuning uchun 20 ga 8 ni qo'shsak 28 ta bo'lyapti, to'g'rimi? Va birinchi eshikka olmalarning yarmini berib yuboryapti, to'g'rimi? Shuning uchun 28 ni 2 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, 56 ta olma bo'ldi. Bizdan nima deb savol beradi? Oxirini o'qiymiz. Dastlab unda jami nechta meva bo'lgan? Dastlab nechta meva borligini topish uchun 56 ga 38 ni qo'shadigan bo'lsak, demak 94 ta meva bo'lgan. 94 ta. Keyingisi. Sardor bir sonni tanladi. U tanlagan sonning navbat bilan 2, 3, 4, 5 sonlarning qaysidir biriga ko'paytirdi, bo'ldi, qo'shdi va ayirdi. Amal bajarish tartibi turlicha bo'lishi mumkin. Bunda har bir son va har bir amal bir martadan ishtirok etdi. Agar Sardor oxirida 9 sonni hosil qilgan bo'lsa, dastlab eng ko'pi bilan qanday son tanlagan bo'lishi mumkin? Judayam zo'r savol, diqqat bilan eshitinglar. Sardor qandaydir son o'yladi, qaranglar bolalar. Ana endi bu son bizlarda maksimal nima bo'lishi kerak? Katta son bo'lishi kerak. Maksimal katta son bo'lishi kerak. Shu Sardor o'ylagan son maksimal katta bo'lishi kerak. Endi menda mana bu 2 ga ko'paytirib, 3 ga, 4 ga, 5 ga ko'paytirgandan keyin 9 son chiqyapti. Men buni demak kichiklashtirish harakat qilishim kerak. Birinchi bo'lib men nima qilaman? 5 ga bo'laman buni, bolalar. 5 ga bo'laman. Shunda sonni maksimal kichiklashtirishga harakat qiladi, to'g'rimi? Endi 4 ga, 3 ga, 2 ga bo'ladigan bo'lsa, baribir 5 ga bo'lganimdan kichikroq son hosil qila olmayman. Endi nima qilishim kerakman? Oxirida ayirishim kerak. Endi ayirishim uchun baribir eng katta sonni ayirishim kerak. Demak, 4 ni ayiraman mana ikkinchi holatida. Amallarni ishlatyapman. 4 ni ayirdim. Endi nima qilishim kerak? 4 ni ayirgandan keyin ayrishaman. Endi menda bu yog'iga qo'shish va ko'paytirish holati, to'g'rimi? Endi men bu yerda qaysigadir ko'paytirib, qaysinidir qo'shishim kerak. Endi birinchi kichikroq songa ko'paytirishim kerak bo'lgani uchun 2 ga ko'paytirdim mana va oxirida 3 ga qo'shsam necha chiqibdi? 9 chiqibdi. Endi shundan teskari yurishni davom etamiz. Endi 9 dan 3 ni ayiradigan bo'lsam 6. To'g'rimi? 9 dan 3 qo'shilgan-ku, chunki qo'shilgandan keyin 3 qo'shilgandan keyin 9 chiqqan. Demak, qo'shilsa demak 9 dan 3 ayrilsa demak 6. 2 ga ko'paytirilsa 6 chiqqanmi? Demak 6 ni 2 ga bo'lamiz, endi necha chiqadi? 3. Demak 3 bo'lsa, endi qaranglar. 3 chiqqan, 3 ga endi necha qo'shilgan? 4 qo'shilgan. Demak 3 ga 4 qo'shilsa 7, to'g'rimi? Endi 7 ni 5 ga ko'paytirish kerak ekan. Demak, Sardor o'ylagan son maksimal 35 bo'lar ekan. Bundan katta son o'ylay olmas ekan. Keyingisi, ikkita sandiqda jami 150 ta sharcha bor. Agar birinchi sandiqdan ikkinchisiga 18 ta sharcha o'tkazilsa, har ikkala sandiqdagi sharchalar soni teng bo'ladi. Dastlab birinchi sandiqda nechta sharcha bo'lgan? Endi bu boshidagi misollarga o'xshab qoldi. Birinchi sandiq va ikkinchi sandiq ikkalasida mana 150 ta bor. Aytayaptiki, birinchisidan 18 tani olib, ikkinchisiga berilsa deyapti. Ikkalasidagi sandiqdagi nimalar soni, o'sha shariklar soni teng bo'lib qoladi. Sharchalar soni teng bo'lib qoladi deyapti. Teng bo'lib qolganligi uchun bu yerda hech qanaqa shariklar soni kamayib yo ortib ketmayapti. Bundan bunga olib qo'yayotganligi uchun son o'zgarmagan, ya'ni 150 taligicha baribir qolavergan. Shuning uchun bunda birinchisida 75 ta, ikkinchisida esa 75 taligicha bo'lgan. Lekin birinchisida 75 ta bo'lishi uchun 18 ta olingan. Demak, buni 18 ni qaytarib qo'shishimiz kerak. Demak, natija nechta bo'ladi? 93 ta bo'ladi. Endi 18 ta qo'shilgandan keyin 75 ta bo'lgani uchun yana 18 ni ayirib tashlaymiz.
demak ayirib bu 7 ichi 6 bo'lsa 57 demak 57 ta. Demak birinchi sandiqda 93 ta shar bo'lgan, ikkinchi sandiqda esa 57 ta shar bo'lgan. Xo'p, daraxtning 3 ta shoxida jami 96 ta kabutar bor. Agar birinchi shoxdan ikkinchi shoxga 6 ta, uchinchi shoxdan ikkinchi shoxga 10 ta kabutar uchib o'tsa, har bir shoxdagi kabutarlar soni teng bo'ladi. Birinchi shoxdagi kabutarlar soni ikkinchi shoxdagi kabutarlar soni nechta ko'p deyapti. Demak, daraxtda bizda 3 ta shox bor mana. To'g'rimi? Endi agar birinchi shoxdan ikkinchi shoxga, birinchi shoxdan 6 ta o'tib, ikkinchisiga 6 ta qo'shilgan. Uchinchi shoxdan ikkinchi shoxga 10 ta kabutar uchib o'tdi. Uchinchi shoxdan 10 ta ketganda bunga ham qo'shilgan. Ya'ni kabutarlar uchib ketmayapti. Ya'ni kabutarlarning umumiy soni kamaymayapti. O'sha 96 taligicha nima qolyapti? Qolyapti. Endi birinchi, ikkinchi, uchinchi shoxda demak teng bo'lib qolgan bo'lsa, bunda 32 ta, bunda 32 ta, bunda 32 ta bo'lyapti. Endi birinchisidan 6 ta ketganligi uchun 32 ta qolgan bo'lsa, bunga 6 ni qo'ysak, demak 38 ta. To'g'rimi? Keyingisi bunga 6 qo'shiladi, 10 ayriladi. Demak, ayirib tashlasak, bunda 16 ta. 32 ga demak 10 qo'shilsa, demak bunda nechta bo'ladi? 42 ta bo'ladi mana. Demak, bizda birinchi shoxdagi kabutarlar soni, ikkinchi shoxdagi kabutarlar soni nechta ko'p desa, 38 dan 16 ni ayirib tashlasak, demak nima bo'ladi? 22 ta bo'ladi. Demak, 22 ta ko'p bo'lar ekan. Xo'p, 22 xato ustoz. 22 sandiqda jami 150 ta sharcha bor. Agar birinchi sandiqdan ikkinchisiga 18 ta sharcha o'tkazilsa, har ikkala sandiqdagi sharlar soni teng bo'ladi. Dastlab birinchi sandiqdan nechta shar bo'lgan? Bola nimasi xato 22 ni? Xato qo'shdimmi? Nima qildim? Xo'p, birinchi sandiqdagini so'raganda men ikkalasini ham topgan bo'lsangiz 93 ta olib ketaverasiz. Keyingisi. Zarina va Dilshodda jami 60 ta kitob bor. Zarina va Dilshodda jami 60 ta kitob bor edi. Bir kuni Dilshod Zarinaga kitoblarning yarmini berdi, so'ng esa 6 ta kitobni undan oldi. Xuddi boyagi misolga o'xshaykan. Qaysida 84 chiqadi? Nursulton nima uchun 84 chiqishi kerak? Yo, 22 nima uchun 84 chiqishi kerak? Tushuntirib berchi? 18 ta olingan, keyingisiga qo'yilgan. Hech qanaqa sharlar soni o'zgarmayapti. 75 ga 18 qo'shsang 93. Ayrsang 57. 93 dan 18 ni ayirib 57 ga qo'shsang, yana 75 tadan bo'ladi. 150 ta bo'ladi. Nursulton, nima uchun 84 chiqadi? Yechimingni tashlachi. Xo'p, 19 xato deyotganlar. 19 nima uchun xato? Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Nursulton xato ishlading. 18 ta ortiq demayapti-ku. Birinchisidan 18 ta olib, ikkinchisiga o'tkazilsa deyapti. Nursulton birinchi sandiqdan olyapti-da, 18 ikkinchisiga o'tkazilyapti. Sen 18 ta ko'p deb ishlayapsan. Misol yaxshilab o'qi. Xo'p, Zarina va Dilshod. Demak, to'g'rimi? Zarina va Dilshodda jami nechta bor? 60 ta bor. Bir kun Dilshod Zarinaga kitoblarni yarmini, demak, Dilshod Zarinaga kitoblarini minus yarmi bo'lgan va bunga bergan yarmini. Keyin nima qilyapti? 6 ta kitob qaytarib olgan. Bunda minus 6 bo'lib, plus 6 bo'lgan. Endi natijada ulardagi qolgan kitoblar soni teng bo'lib qoldi. Kitoblar soni teng bo'lib qolgan bo'lsa, endi 60 tamidi, demak bunda 30 ta bo'lgan, bunda 30 ta bo'lib qolganda. Endi bu Dilshod 6 ta olganligi uchun 30 ta bo'lgan, demak 24 ta.
Bu 6 ta berganligi uchun 30 ta qo'yib unga qo'shamiz, demak 36 ta. Ana endi yarmi deyaptimi? Yarmi degan uchun demak yarmini bergan bo'lsa 24 ta o'zida qolgan bo'lsa 24 ta bergan. Buni 2 ga ko'paytirib yuborsanglar demak 48 ta bo'lgan. Bundan 24 ni endi ayirib yuborishinglar kerak. Shunda 12 ta bo'lgan mana. Demak Zarinada nechta kitob? 12 ta kitob bo'lgan. Zarinanikini so'ragan bo'lsa, demak Zarinada 12 ta kitob bo'lgan. Javob 12 ta. Keyingisi. Fermada jami 45 ta sigir, qo'y va echki bor edi. Birinchi kuni fermer 7 ta sigirni sotib, o'rniga 3 ta qo'y oldi va 5 ta qo'yni sotib, uning o'rniga 6 ta echki oldi. Bu o'zgarishlardan so'ng fermada sigir, qo'y va echki sonlari teng bo'lib qoldi. Xo'p, boyagi ham xuddi shunga o'xshagan ishladik bolalar. Demak, bizda sigir bor, qo'y bor va nima bor? Sigir va qo'y bor ekan, bo'ldi. Qo'y va echki ham bor ekan. Echki ham bor. Endi bir kuni 7 ta sigirni sotib, 7 ta sigir ketgan mana. 3 ta qo'y oldi, plus 3 ta qo'y bo'ldi. 5 ta qo'yni sotib, o'rniga 6 ta echki oldi mana. Xo'p, oldi. Bu o'zgarishlardan so'ng fermadagi sigir va qo'ylar soni teng bo'lib qoldi. Endi bizda jami mana bu yerda 45 tamidi. Endi bu yerda sonida o'zgarish bo'ladi. Sababi 7 ta ketgan, 3 ta kelgan. Demak, 45 dan 7 ni ayiramiz, 3 ni qo'shamiz, 5 ni ayiramiz, 6 ni qo'shamiz. Shunday hisoblasak, jami bizda nechta hayvon qolganligi kelib chiqadi. Xo'p, ayirib tashlasak 38, 38 3 qo'ysak 41, 41 dan 5 ni ayirsak 36, 6 ni qo'ysak 42. Demak, sigir, qo'y va echkilar nechtadan bo'lib qolgan shunda? 14 tadanmi? 42 ta bo'layotgan bo'lsa, mana 14 tadan. Endi 6 ta echki kelganligi uchun 14 ta bo'lgan, echkilar demak 8 ta. 5 ta qo'y sotilib, 3 tasi olinganligi uchun shuncha bo'lgan. 5 qo'shib 3 ni ayirib tashlaymiz. Demak 16 ta bo'lgan. Bundan 7 ta sotilgan sigirdan qo'shsak, demak 21 ta bo'lgan. Dastlab sigir va qo'ylarning farqi nechta bo'lgan? Sigir va qo'ylarning farqi nechta bo'lsa, 21 dan 16 ni ayiradigan bo'lsak, nechta bo'ladi bolalar? 5 ta. Javob 5 ta bo'lgan. Demak, shu bilan mana bizada tugadi. 25-chi misol, o'zi 25 ta misoli bor edi va bularni tugatdik mana bolalar. Ana endi bitta bizada mantiqiy savolimiz, o'sha tanqidiy fikrlashimiz qoldi. Nima deyapti? Ba'zi masalalar yechishda teskari tamoyil metodidan foydalanish boshqa usullarga qaraganda osonroq deyapti. Xo'sh, Sardor doskadagi masalani teskari tamoyil metodi orqali yechdi. Demak, u bu masalani osonroq usulda yechdi-da, dedi kim? Davron. Bizga teskari tamoyil metodi uyga vazifa uchun berilgan masalalarni yechishda ishimizni osonlashtirmaydi. Ne'mat. Kimning fikri to'g'ri deyapti? Bizda masala yechishda teskari tamoyil metodidan foydalanish boshqa usullarga qaraganda osonroq deyapti. Demak, Sardor doskada masalani teskari tamoyil metodi orqali yechdi. Demak, u bu masalani osonroq usulda yechibdi-da, dedi Davron. Bizga teskari tamoyil metodi uyga vazifa uchun berilgan masalalarni yechishda ishimizni osonlashtirmaydi, deyapti. Endi qaranglar, bu yerda turlicha buni talqin qilish mumkin. Davron demak aytyapti, Sardor doskadagi masalani teskari tamoyil metodi orqali yechdi. Demak, endi Davronning fikri to'g'ri, chunki doskadagi masalani teskari tamoyil bilan nima qilsa bo'larkan? Yechsa bo'larkan. 20 demak teskari tamoyil bilan yechsa bo'lganligi uchun demak Davronning fikri to'g'ri, ya'ni boshqa usullarga nisbatan osonroq usulda yechdi deb qarasak, chunki tepada mana bu yerda bizga nima beryapti? Shart berib qo'yyapti. Endi Ne'mat aytyapti, bizga teskari tamoyil metodi uyga vazifa uchun berilgan masalani yechishda ishimizni osonlashtirmaydi. Ya'ni Ne'matning fikri ham to'g'ri, chunki sizga uyga vazifa berilgan bo'lsa, uyga vazifani yechish uchun siz teskari tamoyilni ishlatmasligingiz mumkin-ku. Tushunyapsizmi? Shuning uchun C bor. Javob C. Xo'sh, nima deyapti? 25 xato bo'lib qoldi. Amin, nima uchun xato bo'ldi? Ayt,
balkim xato bo'lgan bo'lishi mumkin. Aytsang to'g'rilaymiz. Xo'p, 45, 38, 41, 36, 42. 14 ga 8 ni qo'shsa, 14 ga 8 ni qo'shsa 6 der. E, Qo'shmayapmiz bu yerda, ayiryapmiz buni. Men qo'shish yozib ketibman. Chunki teskari tamoyilga ishlayapmiz. 6 ta qo'y qo'shilgandan keyin 14 ta bo'lgan. O'sha 14 dan 6 ni ayirsak 8 ta bo'lishi kerak. O'sha plyusimiz minus bo'lib qoldi. Молодец, yaxshi, zo'r. Demak, e'tibor berib turibsan darsga, yaxshi. Demak, shu bilan mana bolalar, bugungi mavzumiz tugadi. Kim mavzuni tushundi, ancha e'tibor bergan bo'lsanglar, tenglama yechib ishlaganlar bor. Tenglama yechishda ham to'g'ri, tenglama tuzib ishlasang ham bo'ladi, lekin teskari tamoyil bilan ishlasanglar, tenglama tuzib yechishdan ko'ra bu osonroq. Bu boyagi yarim misollarda tenglama tuzib yechishga qiynalasizlar bolalar. Shuning uchun ko'pincha mana shu usulda ishlash tavsiya beriladi. Xo'p. Xo'p, hammada savollar tushunarli bo'lgan bo'lsa, bugungi darsimizni demak yakunlaymiz. Uyga vazifani tashlab beraman sizlarga. Ishlaysizlar. Mana bu video darsi tashlab beriladi. Video darsi boshqatdan ko'ringlar. И shunga o'xshash sizlarda yana 20-25 ta misol bo'ladi. Uni ham keyingi darsgacha ishlaysizlar. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar, bolalar. Xayr, xayr, hammaga xayr. Yaxshi dam oling.